Assalomu alaykum. Bizani birodarlar, muxlislar, qadrdonlar, o'rtoqlar, mana bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilinganligini 33 yilligini biza butun O'zbekistonda umumxalq bayrami sifatida nishonlayapmiz. Mana shu bayram bilan butun yori do'stlarni, qadrdonlarni, ustozlarimni, shogirdlarimni Konstitutsiya bayrami bilan tabriklayman. Hammani uyida xotirjamlik, tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lgay. Mana shunday to'kin dasturxon atrofida bunday qilib bayramlarni nishonlashini hammani Xudodan so'rab qolaman. Nima deydi endi? Ko'p insonlarni qalbiga Bobomurod Hamdamovning ashulalarini aytib kirib borganmiz. Bu yerga hozir mana dasturxon qilib, mana ekranda chiroyli qilib ustozimning ashulasini qo'yib dam olib, mana bayramni nishonlab o'tiribman. Rahmat azizlarim, hammani Xudo nima deydi, shu yaxshi kunlardan, xotirjamliklaridan ajratmagan, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lg'ay. Borib bizlar qo'shiq aytib xizmat qilganmiz. Rahmat azizlarim, salomat bo'lgaysizlar, rahmat.